O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025-yil uchun xususiylashtirish dasturi to'g'risidagi farmon hamda davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni xalqaro bozorlarda xususiylashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatlar bilan mamlakatimizda xususiylashtirish sohasidagi muammolarni bartaraf etish, tadbirkorlarga yangi qulaylik va sharoitlar yaratish hamda jarayonlarda ochiqlik, shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan qator vazifalar belgilanmoqda. Batafsil hozirgi sharhimizda. Mamlakatimizda xususiylashtirishga tadbirkorlikni rivojlantirish, yer va inshootlardan samarali foydalanish vositasi sifatida qaralmoqda. Mulk xususiylashgach, unumdorlik va manfaatdorlik karrasiga oshishini vaqt isbotladi. Birgina misol, 2021-2024 yillarda 47 trillion so'mlik davlat aktivlari sotildi. Bu oldingi 10 yillikdagi ko'rsatkichdan 30 karra ko'p. Bular hisobiga davlat ishtirokidagi korxonalar soni 2 karra qisqardi. Iqtisodiyotda davlat ulushi 13% ga kamaydi. Natijada mulk samaradorligi bir necha barobar oshdi. O'zbekiston 2030 strategiyasida 2030-yilgacha nodavlat sektor ulushini 85% ga yetkazish va davlat ishtirokidagi korxonalarni 6 barobarga qisqartirish bo'yicha katta vazifalar belgilangan. Ayni maqsadga yo'naltirilgan tadbirlarni jadallashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil uchun xususiylashtirish dasturi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmon bilan xususiylashtirish dasturi qabul qilindi. Bunda tadbirkorlik subyektlariga dastak sifatida barcha ularga oldindan berilgan va yangi imkoniyatlar taqdim etiladigan imtiyozlar bitta hujjat sifatida qamrab olindi. Shuningdek, Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida davlat ishtirok korxonalarini sonini qisqartirish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini 85% ga yetkazish maqsadida davlat ishtirok korxonalar, davlat obyektlarini xususiylashtirish bo'yicha bir qator aktivlar ro'yxati tasdiqlandi. Biz bilamizki, bu davlat ishtirok korxonalar modernizatsiya qilish talab etiladi, raqobatdan orqada qolib ketmasligi uchun doimiy investitsiyalarni kiritib borish talab etiladi. O'shaning uchun biz ularni raqobat rivojlangan yoki raqobatga to'sqinlik qilayotgan sohalarni boshqa sektorga o'tkazish orqali ushbu korxonalarning aktivlariga qo'shimcha investitsiya jalb qilish imkoniyatlarini yaratib berishimiz zarur. Farmon bilan 2025-yilda xususiylashtirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilandi. Unga ko'ra, 30 trillion so'mlik davlat aktivlari va yer uchastkalari sotiladi va kamida 10 trillion so'm tushum ta'minlanadi. Davlat va davlat ishtirokidagi korxonalarga tegishli 115 ta jamiyat ustav kapitalidagi ulushlar, 659 ta ko'chmas mulk obyekti va 6,1 ming gektar yer uchastkalari savdoga chiqariladi. Shuningdek, dastlabki bosqichda kamida 30 ta foydali qazilma, kon va uchastkalardan foydalanish huquqi savdoga chiqariladi. Farmon bilan 2025-yilda elektron onlayn auksion savdolariga shaharsozlik va tadbirkorlik maqsadlari uchun chiqariladigan 6100 gektar maydondagi har bir tuman va shaharlar kesimida rejasi hamda joriy yilda realizatsiya qilinadigan yer qari uchastkalarining ro'yxati tasdiqlandi. Shuningdek, savdoda turgan kichik maydondagi yer uchastkalarini birlashtirgan holda qo'shimcha kelishuvlarsiz takroriy auksion savdolariga chiqarishga ruxsat berildi. Shuningdek, avval elektron onlayn auksion savdolari orqali ijara huquqi bilan sotib olingan yer uchastkalari mulkdorlariga shaharsozlik hujjatlariga asosan ushbu yer uchastkalarini xususiylashtirib olish imkoniyati yaratildi. Auksion savdolari orqali 6 oy davomida ijaraga berilmagan davlat aktivlarining boshlang'ich narxini 50% gacha pasaytirishga hamda ushbu savdolarda bir nafar ishtirokchidan ariza kelib tushgan taqdirda ham ular bilan ijara shartnomasi tuzishga ruxsat berildi. Ommaviy savdolarda 2 oydan ortiq muddat davomida sotilmagan davlat aktivlarini sotilishini jadallashtirish maqsadida E-auksion elektron savdo platformasidan akkreditatsiyadan o'tgan realtorlik tashkilotlarini shartnoma asosida jalb qilish mexanizmi belgilab berildi. Farmon bilan elektron onlayn hamda elektron tanlov savdolarida realizatsiya qilinadigan davlat aktivlari hamda yer uchastkalari bo'yicha taqdim etiladigan imtiyozlar, sotib olish to'lovlariga beriladigan chegirmalar hamda muddatli bo'lib to'lash shartlari aniq belgilab berildi. Bir qiziq jihat, davlat iqtisodiyotiga aralashuvni kamaytirish maqsadida davlat korxonalarini 2030-yil 1-yanvargacha davlat ishtirokidagi korxonalarni tashkil etishga moratoriy joriy qilindi. Bugungi kunda respublikamizda 2000 dan ortiq davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyat yuritayotgan bo'lib, mazkur dastur doirasida davlat ishtirokidagi korxonalarni
qisqartirish maqsadida 2030 yil 1-yanvarga qadar davlat ishtirokidagi korxonalarni tashkil etishga monitoring joriy qilindi. Ya'ni respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan davlat ishtirokidagi korxonalarni tashkil etish tashabbusi bilan chiqishga yo'l qo'yilmaydi. Hujjatda belgilanganidek maydoni 10,000 metr kvadratgacha bo'lgan davlat mulki obyektlari yuqori texnologiyali mahsulot ishlab chiqaradigan tadbirkorlarga 5 yil muddatga to'g'ridan-to'g'ri tekin foydalanishga beriladi hamda shartnoma shartlari bajarilgan taqdirda ushbu tadbirkorlarga baholangan qiymatda to'g'ridan-to'g'ri sotiladi. To'g'ri, bugun xususiylashtirish maqsadida sotuvga chiqarilgan davlat mulki obyektlarining yillab sotilmay turgan holatlari mavjud. Mulklarga belgilangan narxning yuqoriligi, hududning ixtisoslashuvi, kommunikatsiya o'tkazish imkoniyati o'rganilmasdan auksionga chiqarilgani kabi holatlar bunga sabab bo'lmoqda. Farmonda ayni jihatlar ham hisobga olingan. Endilikda boshlang'ich narxini bosqichma-bosqich pasaytirish mexanizmi qo'llangandan keyin ham 1 yildan ortiq muddatda sotilmagan va xaridorlar uchun jozibador bo'lmagan ko'chmas mulk obyektlari boshqa yuridik shaxslarning ustav kapitaliga ulush sifatida kiritiladi. Mazkur farmon doirasida xususiy mulk daxlsizligi va investorlarning kafolatlarini mustahkamlash bo'yicha ham bir qancha normalar qayd etib o'tib ketilgan. Ya'ni xususiylashtirish jarayonida vujudiga kelgan xususiy mulk daxlsizligi va xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmasligi va bekor qilinmasligi belgilanmoqda. Bugun nafaqat poytaxtimiz, balki viloyat va tuman markazlarida ham zamonaviy savdo majmualari ishlab turibdi. Odamlar asta-sekin an'anaviy bozorlardan ko'ra tartibli marketlarni afzal bilishmoqda. Sharqona bozorlarimiz esa hokimiyat ishtiroki yuqoriligi bois sharoitga tezkor moslasha olmayapti. Natijada jozibadorligini yo'qotmoqda. Endi unday bo'lmaydi. Farmon asosida bozorlar va savdo majmualari ustav kapitalida mahalliy davlat hokimiyati organlarining majburiy ishtirok etishi to'g'risida talab bekor qilinadi. Farmonga ko'ra 6 oy davomida elektron onlayn auksion savdolarida ijaraga berilmagan obyektlarning boshlang'ich narxi 50% pasaytirilgan qiymatda belgilanadi. Bunda boshlang'ich narx pasaytirilganda ham ijaraga berilmasa, ushbu auksion unda bir ishtirokchi qatnashgan taqdirda ham istisno tariqasida o'tkazilgan deb hisoblanadi. Ayni qoidalar davlat mulkini ijaraga berish tartibini takomillashtirishga xizmat qiladi. Farmon bilan viloyat, tuman, shahar markazlarida joylashgan davlat ishtirokidagi korxonalar va davlat tashkilotlariga tegishli bo'lgan ma'muriy binolarning birinchi qavatlari bo'shatilib, tadbirkorlik subyektlariga savdo va servis obyektlarini tashkil etish uchun ijaraga berish belgilanmoqda. Aytish kerakki, farmon bilan 2025-yil 1-iyuldan boshlab savdo sanoat palatasi hududiy bo'linmalariga davlat mulki axborot tizimi orqali davlat va davlat ishtirokidagi korxonalar ko'chmas mulk obyektlarini elektron onlayn auksion orqali to'g'ridan-to'g'ri savdoga chiqarish bo'yicha ariza berish huquqi berilmoqda. Farmon bilan yana bir muammoli masalaga yechim topildi. Endilikda tadbirkorlikni tugatish to'g'risida ro'yxatdan o'tkazuvchi organ xabardor qilingan sanadan ularning moliya xo'jalik faoliyati to'xtatiladi hamda yer solig'i, mol-mulk solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, shuningdek barcha turdagi soliq va yig'imlar bo'yicha penyalarni hisoblab yozish, dividendlar hisoblash taqiqlanadi. Shuningdek, 2025-yil 1-oktyabrdan egasiz ko'chmas mulk obyektlarini davlat mulki obyekti sifatida davlat ro'yxatiga olish bo'yicha murojaatlar tegishli sudga Davlat aktivlari agentligi tomonidan kiritiladi. Farmon talablarini to'laqonli bajarish, xususan davlat ishtirokidagi yirik korxonalar va tijorat banklarining faoliyati samaradorligini oshirish, ularni xususiylashtirish orqali xorijiy investitsiyalar jalb etilishini jadallashtirish maqsadida davlatimiz rahbarining davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni xalqaro bozorlarda xususiylashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni xalqaro va mahalliy bozorlarda sotishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilandi. Unga ko'ra 29 ta davlat ishtirokidagi yirik korxona ustav kapitalidagi aksiyalar paketi nufuzli xalqaro professional konsultantlarni jalb qilgan holda ommaviy savdolarga chiqariladi. 12 ta davlat ishtirokidagi yirik korxona ustav kapitalidagi aksiyalar paketining xalqaro va mahalliy fond bozorlariga birlamchi va ikkilamchi ommaviy taklifi o'tkaziladi. Qaror doirasida shu kabi 29 ta yirik davlat ishtirokidagi korxonalarni ulushlarini xususiylashtirish belgilanmoqda. Xalqaro bozorlarda xususiylashtirish jarayonlarini amalga oshirishdan avval ushbu korxonalarni tayyorlash uchun xalqaro nufuzga ega bo'lgan konsultantlar jalb qilinadi. Ushbu konsultantlarning asosiy vazifasi nafaqat korxonani yoki aktivni faoliyatini o'rganish, balki aktiv faoliyat yuritayotgan iqtisodiy sektorni tahlil qilish ham nazarda tutiladi. Ushbu iqtisodiy sektorni tahlil qilinadi. Undagi xususiy sektorni yoki investitsiyalarni jalb qilish jozibadorligini oshirish bo'yicha
takliflar, mexanizmlar ishlab chiqiladi. Shu bilan birgalikda korxonani faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha nosohaviy aktivlar bo'lishi mumkin. Shu kabi xususiylashtirish oldi chora-tadbirlar amalga oshiriladi va aktiv tayyor bo'lgandan so'ng uni xalqaro bozorlarda xalqaro tenderlar o'tkazish orqali xususiy sektorga taklif qilinadi. Maqsadli ko'rsatkichlarga muvofiq 2025-yil 1-iyulgacha Energetika vazirligining yoqilg'i yetkazib berishning eng kam miqdori bo'yicha kafolati asosida xalqaro bozorda issiqlik elektr stansiyalarining ochiq ommaviy savdolari e'lon qilinadi. Mazkur qaror bilan UzAziz investitsion kompaniyasiga yuklatilgan vazifalardan biri bu davlat ulushi bor yirik korxonalarni moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlar asosida yuritilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari xalqaro tashkilotlarni, xalqaro konsalting kompaniyalarni jalb etish ishchi guruhga yuklatilgan. Bunda o'sha xalqaro tashkilotlarni jalb etish bilan birgalikda ichki bozorda zarur muhitni yaratib berish, ya'ni teng raqobat muhitini yaratib berish deb yuklatib o'tilgan. Umumiy olganda qarordan asosiy ko'zlangan maqsad deb aytishimiz mumkin. Bu yerda davlatni o'sha mulkchilik rolidan bevosita regulyator roliga, ya'ni o'sha tizimni yaratib berish va shu orqali korxonalarni teng raqobat muhitida bir-biri bilan raqobat qilgan holda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etishdan iborat deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Qarorda manfaatdor vazirlik va idoralarga 2025-yil 1-dekabrga qadar 2030-yilgacha davlat korxonalarini isloh qilish va xususiylashtirish strategiyasi ishlab chiqilishini ta'minlash vazifasi yuklatildi. Xulosa qilib aytganda, mazkur farmon hamda qaror mamlakatimizda xususiylashtirish jarayonidagi bir qator muammolarni bartaraf etishga, tadbirkorlarga yangi qulayliklar va sharoit yaratishga, jarayonlarda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.